Assalomu alaykum hurmatli hamkasb va xaridorlar. SAP brendimizni yangilik qilishdan to'xtamayapti. E'tiboringlar markazida SAP PV hamda PVZ modellarimizni nasoslarimizni ham sifatli 2 yil kafolati bor. Zavod tarafdan berilgan. E'tibor berishingiz mumkin. Mana SAP yozig'i bularda korpusi o'zida quyma. Endi bu chuqur bo'lgani uchun unga temir birkani svarka qilib bo'lmaydi. Buni faqat quyma qilish mumkin bo'ladi. Ba'zi bir brendlar bozorda eshitamiz, arzon, mana shu hech qanaqa yozig'i yo'q bo'lgan nasosni olib turib, betiga oddiy nakleyka yopishtirib, xuddiki bir o'zini brendi ostida nasos qilgan bo'lib, nasos chiqarib olishyapti. Endi mayli, bu boshqa tema, lekin bizani nasoslarimizni xudo xolasa qalbaki qilib bo'lmaydi. Ko'rganinglardek, bular quyma, har bitta yozug'ini narsa nasosimizni nakleykalarda ham, birkalarda ham aniq qilingan. Bu ko'chirilmaydi, ko'chirish iloji yo'q. Hamda orqa ventilyator kirishkasida ham SAP. Bu ham yopishtirilmagan, bu ham quyma. Xo'p, bu nasoslarimizning afzalliklari: ovozi juda ham past, boshqa analoglarga nisbatan shimji bilan bir xil desak ham bo'ladi. Ba'zi bir joylarda shimjidan ham pastroq. Buni xohlasanglar mana tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Xo'p. Bu PV 125 modelimizda. Suvsiz ishlayapti. Ovozi juda ham past. Bu narsani endi telefon olib bera olmaydi. Mana bu joydan ko'pchilik biladi, mana shu ventilyatordan motorni dvigatel ammotkani sovutish uchun havo chiqadi. Havo oqimi yaxshi chiqyapti. Bu nima degani? Bu ammotkani yaxshi sovutilishiga yordam beradi. Nasoslarimiz ixcham, juda qo'pol, anaqa kutmagan. Metallarni quyilishi ham anaqa yupqa qilib, bozordagi arzonchi nasoslarga o'xshab metaldan ham ekonom qilib yupqa qilib tashlashmagan. Baquvvat ishlangan. Xo'p. Bu modelimizni 550 modelimizni ko'rinish jihatdan PV 550, 750 modellarimizga o'xshaydi. Ko'rinishlari o'xshash. Xo'p, bu PVZ modelimiz bo'ladi. PVZ modelimizning Shimji brendidagi zavodidagi nasosdan farqi, bu nasosimizning bu joyda bosim ligrovkasi to'g'rilasa bo'ladi. Hamda mana bu joyda suv datchikka nastroykasini to'g'rilasa bo'ladi. Hamda mana bu yerda 3 ta chirog'i bor. Ishlaganda bular ko'rinib turadi. Mana ishlatib ko'rsatib beraman hozir. Endi работает deb ko'rinyapti. Elektrik datchikda qum turib qolsa yoki biron bir xatolik chiqsa, bu yerda yana xatolikni ham
ko'rsatadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Buyurtmalar bo'lsa, rahmat. Hozirda omborxonalarimizni sotuvga tayyor.